Любой oilada bitta daromad bo'ladi, ishon. U stabil hayotga ko'nmaydi. Oilasini komfortga olib chiqish uchun o'zini o'qqa cho'qqa urib beradi. Uni qo'shnilari daromad deydi. Qarindoshlari otini ham bilib o'ravermaydi, falonchani o'g'li deydi. O'rtoqlariga uncha ko'p qo'shilmaydi, ishon. Lekin u bir kun maqsadiga yetadi. O'sha maqsadiga yetgan paytda ayni o'shani birinchi yomonlagan odamlar uni hayotda paydo bo'ladi. Sen o'zingni kelajakdagi rejalaring uchun harakat qilyapsanmi? Yo'qolib ketmaydimi? Kim nima deydi? Bu motivatsiya emas, просто hayotda achchiq haqiqat. Instagram yurg'ishni boshlading. Qo'ygan videolaring to'pga chiqib yotibdi. Kecha senga ishonmayotganlar bugun ko'zlariga ishonmayapti. 2026 bizaniy ekanda. Bosirish kerak. Liniyalari chiroyli turibdi. Tumankalari, dalnilari o'zini holatida turibdi. Hech qanday perezelka qilingani yo'q. Chotki chiqdi deb o'ylayman. Endi sizlarning fikrlaringiz men uchun muhim. Yozib qoldirasizlar.